multfilmlar zarar deganlarni, ular zararli emas, faqat siz ularni tanlashni bilmaysiz. Top 5 ta multfilmni aytaman. Aynan oxirgisi meni bolamni gapirtirgan. Sholg'om multfilmi miya faoliyati uchun vitamin. U aynan eslab qolish xotirasini shakllantiradi. Qizil qalpoqcha syujet qahramonlari bolalarda qiziqishni uyg'otadi, ogohlikni, hushyorlikni va mehribonlikni tarbiyalaydi. 3 ayiq multfilmi. Farzandingiz begonalar uyiga kirib, ruxsatsiz begona buyumlarni teginishdan to'xtaydi. Bu multfilmdan keyin aniq farzandingiz o'g'irlikka qo'l urmaydi. Bo'ri va 7 uloqcha. Aynan ushbu multfilmdagi kuy esa farzandingizni eshitish qobiliyati, ovoz pardalari va nutq tembrini rivojlantiradi. Men qaysi kuy haqida aytayotganim esingizdami? Aynan bu multfilmni esa men sizga logoped defektolog, bolalar psixologi sifatida taklif etaman. Farzandingizning nutqi o'z vaqtida chiqishi, miya faoliyati yaxshilanishi va xotiraga ega bo'lishi uchun yaxshigina xizmat ko'rsatadi. Bu multfilmni esa siz aniq taniysiz. Men bo'g'irsoq, ish qilib meni bo'g'irsoq qilib yuborishmasa bo'ldi.